Mana sahrdan davo topish mumkinmi degan savolga bitta namuna javob. Sahrdan davo topish mumkin emas, lekin asoratlardan qutulish mumkin, tog'a? Asoratlardan qutuldik mana. Ishonmay deganlari yo'q, menga qarab men boshimdan o'tgan uchun sizlarga aytyapman. Nurullo tog'amiz necha yildan beri sahr deysiz? 14 yil. 14 yillik sahrlari 12 ga chiqib ketgan ekan. Qanaqa asoratlar bo'lardi, tog'a sizda? Asorat oyog'im birda kuyib yonib o'taydi. Shu bir mas suykasam qolaydi. Qo'limni mana yergacha qizamiqday narsa chiqaydi. Bu yo'qib ketdi. Oyog'imning qoshirlari yo'qib ketdi. Uyqu yo'qmidi kechasi? Uyqu yo'q edi. Hojatga ko'p borarmisiz hojatga? Hozir butun hamma organizmim yaxshi. Osh yeyolmaydim. Mo'ylik ovqat yeyolmaydim, xamir ovqat yeyolmaydim. Bizda ovqat grichka, pirlovka, pishino, mana shu narsalarni yeydim. Biz hozir qayerdamiz, tog'a? Samarqandda. Samarqand viloyati Narpay tumani Xo'jag'irg'on qishlog'ida sizlar. Hozir qo'limni qichishlari yo'q bo'ldi. Shundan shungacha qo'lim xuddi qizamiqday chiqaydi, mana shuncha qo'yotaydim men. Hozir ular yo'q ketdi. Xo'p, dalaga tez chiqaydim, bu yo'q bo'ldi. Xo'p, mana oyog'im qoqshaydi, bu yo'qib ketdi. Asabiylashish bo'larmidi? Asabiylashish bo'ladi. Asabiylash. Hozir ancha yaxshimi? Ancha yaxshi, ular ancha yaxshi hozir. Keyin ko'pchilikni yotkisi kelib qoladi-da. Sizda qanaqa bo'lgan? Nimasiga? Yotkisi keladi, holsizlanadi. Sizda shunaqa bo'lganmi? Shunday edi. Hozir yaxshi, hozir yaxshi. Men bu yoqqa jongacha borib kelaman, gashtalarga boraman. Muallimlar bilan gashtarimizda munga boraman, oldin bora olmaydim. Sizni ko'rgan odam o'zi sahr demaydi, o'zi sog'lom odam deb. Hozir aytdim, mana shu sizlarni ana shular ayt. Stop diabet. Ana shu stop diabetlari meni yaxshi qildi. Sizlarni tarbiyalagan ota-onalaringga rahmat. Stop diabetni ishlab chiqqan o'sha korxonaning rahbarlariga rahmat. Tog'ajon, shu stop diabetga samarqandliklar, navoiyliklar ishonmayotganlar bor. Shularga nima deysiz? Ishonmay deganlari yo'q, menga qarab men boshimdan o'tgan uchun sizlarga aytyapman. Mana shu yerda Ergash bobo qassob bunga olib berdim. Ichyapti. Uni sahri 23-24 edi. Lola kelinga olib berdim. Ko'ta qishloqda. Uniki ham 25-26 edi. Hozir yaxshi bo'lishdi. Ular zakonni hozir. Yana bitta bir kelincha bor Ko'tada. Oti ham mavjuda. Unga olib berdim. Oladigan ayolga olib berdim. Mana qara hammasi yaxshi. Bari millador. Bugun hammasini aytdi. Ikkitasini to'yib bergan, bittasini chaqaloq olib qoldi. Hozir bu dorini sotib olganlarga biz vrach biriktirib qo'yamiz-ku. Sizga ham vrachlaringiz telefon qilyaptimi? Vrachlarim Otabekka, otasiga rahmat. Haftada 10 kunna Nurlabo qanaysiz, sog'lig'ingizda nima o'zgarish, nima kamchilik deb so'raydi. Men aytaman, Otabekjon rahmat, hammasi yaxshi. Malades deyman, sizlarning shu korxonalaringga, doktorlaringga rahmat deyman. Savollaringiz bo'lsa berib turibsizmi? Polna javob beradi. Men shu 2 kun bo'ldi. Qanday bu sassangiz qanday? Men aytdim, sassanim yaxshi dedim. Zo'r dedim. Dorilarni ichyapman. Mana biz hozir Nurullo tog'amizning xonadonlaridamiz. Mana Nurullo tog'amiz bizga dasturxon yozib kutib olgan. Bu yerda doktor Davronbek, bu yerda Ahmad Zoir do'stimiz bilan birgalikda mana Nurullo tog'amizning xonadonlariga kelganmiz. Bizni mana chiroyli mehmon qilib kutib olishdi. Nurullo tog'amizga ham rahmat, sizga ham tog'a. Katta rahmat. Sizlarni kontoralaringni ishlaydigan doktorlarga rahmat. Boshliqlaringga rahmat. Otabekka alohida rahmat aytib qo'yasizlar. Mana shu men stop diabetni telefondan, internetdan ko'rdim. Hech kimdan maslahat so'ragan yo'q, birov menga mana ish degan yo'q. Birdaniga telefonni oldimda zakaz qildim. Aytib, "Otag'am" dedi, "Mana shu" dedi, "olib boradi ko'raymiz" dedi. "Shuni olib qolasiz" dedi. Iloji bo'lsa 2 kundan keldi. 2 kunga ham o'tmadi, 1,5 kundan olib keldi. Sizga necha kunda ta'sir qildi bu dori? Menga ko'kayda 10 kunlardan keyin ta'sir qildi. 10-15 kunlardan keyin ta'sir qildi. Qayerda bilindi ta'sir qilgani? Ta'sir qilishi oyog'im qoqshamadi. Oyog'im. Uyqularingiz yaxshilandi? Uyqu yaxshi edi. Dalaga menga qarab 5-6 chiqaydi, o'la yo'qib ketdi. Hozir 1-2. Men chiqamdan choy ichgandan keyin. Ana shundan keyin menga qarab o'zgarish juda ham yaxshi bo'ldi mendan. Shu momma mana kampir bor. Kampir eslatib turadi menga dorini. Bobay,
Dori ichdim, ovqatdan yarim soat oldin ichiradi dorini. Men esimdan chiqib ketsam, kampir deysan chiqmaydi. Buni ichida nima borligini bir ko'rsatib Bilaman, buni ichida nima borligini. Bu uchinchisi bu. Uchinchi odamlarga ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Ha, ko'rsating. Mana bu yerda sertifikatlari. Ha. Yana choy. Mana fito choylari. Mana fito choy, stop diabet tabletkasi. Stop diabet qorasadana yog'lari. Fito choyni bu yoqqa damlab oldim dedingiz. Mana 1 litr termizga, mana termizda damlayman. Maniga ana shundan ichib o'taman. Choy ham zo'r ekan, choy ham. Mana bu dorini olish uchun qaysi nomerga telefon qilish kerak desanglar, mana bu yerga nomeri yozilgan 55lik 503 0505. Shu nomerga telefon qilib bemalol ma'lumot olishinglar mumkin, zakaz berishinglar mumkin. Dastavka bepul bo'ladi. Qachonki dorini qo'lingizga olgandan keyin to'lov qilishinglar mumkin bo'ladi.